Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 14-oktyabr, hafta kuniga seshanba. Xoldan Bejo'ja bozoridan xuddi shu molni olib keldi bugun. Bu o'zimizning ovoz. Bu hozir sog'ildi. Egasi 10 ta sutga berdi. Hozir 9 litrcha sog'dik. Hozirda o'zida endi kech payt dimlangan bo'lsa, kech paytga talabga bo'lib. Molni bo'ylari 125 ta atrofida. Ko'rishlaring mumkin. 3 ta tuqqan, 4-chisiga bo'g'oz. Egasining aytishi bo'yicha 3 oylik bo'g'oz oldik do'stlar. Yelimlarini ko'rishlaring mumkin. Narxi 19 million bo'ldi. Bir donagina aybi 3 yelim do'stlar, lekin 3 yelim bo'lsa ham yelimlarni ko'rishlaring mumkin. Ancha-muncha 4 yelimliklardan ko'ra ko'p sut beryapti. Fermani mol ekan. Yangi tuqqandan 15 ta sut bergan, hozir 10 taga tushib qoldi. Mollarni pulni yangilayapmiz deb sotish ekan oldik. Olishimizga ustiga 500 ming foydasiga so'rashdi, bermadik. Bu esa o'zimizning ovoz do'stlar. Ikkita sheriga uji ketgan qassobga. Nari chekkada turgan qora, baylaniq turgan to'qol qora 231 kilo vес qildi. Tayyor go'shtini o'zi 231 kilo, yog'i 16 kilomi yo'q qildi do'stlar. Va o'rtada turgan ola bo'lsa 226,5 kilo go'sht qildi, 20 kilo yo'q qildi. Buni endi hozir sekin olib ketyapmiz. $13,500,000 ga olingan ovoz. Yanvar 20-yanvar kuni. Hozirgi taxminiy narxi 27 bo'lib turibdi. Bunga endi yetilganda sekin qassobga ko'rsatiladi do'stlar. Molning holati, baho beringlar do'stlar. Yaxshi oldingmi? Yemishlari kepe bilan kunjarani silyozga aralashtirib berilyapti. Yelimlari o'ta katta, qo'lga o'rnashadigan zo'r ekan do'stlar. Sog'ishga qiyin bo'lmadi. Mana shu tarafdagi mana shunisi chiqmaydi ekan, mana shunda yo'q ekan sut. Bakini ko'rishlaring mumkin. Buni bir yaxshi tarafi do'stlar 3 oylik bo'g'oz. 6 oydan keyin tug'adi xudo xolasa. Mart oyiga adashmasam tug'adi. Mol yerga yaqin, yapaloq mol do'stlar. Rosa esli ekan, umuman tepmayapti, oyoq ko'tarmayapti. Bemalol sog'di, uydagilar. Fermani mol ekan, kech payt polni telefon qilib endi so'raymiz, qanaqa novosdan qochgan. Sementar bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi do'stlar. Zotdor novosdan qochgan deb aytdi o'zi. Endi kech payt podrobni so'raymiz. Endi xudo xolasa o'ylab turibmiz, ideal ko'rimni ratsionda 15 litrli mollarga 15 litrli mollarga mo'ljallangan ratsionda berib ko'ramiz deyapmiz. 5 kilo ideal ko'rim, 30 kilo silyoz, 1 kilo beda pichan. Xuddi shunday ratsionda berib ko'ramiz, xudo xolasa do'stlar. Kanaldan uzoqlashmanglar, общий iloji bo'lsa kunliklarini pulni ko'rsatib boramiz. Sog'indan yaxshi bo'ladimi, novosdanmi? Uni ko'ramiz do'stlar. Bu ketganda yana bitta bunga sher yopganmiz, xudo xolasa.
Bugun 14-oktyabr, hafta kuniga seshanba. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola, sog' salomat bo'linglar.